Men bugun Groxning sivilizatsiyasida 100 kun yashab qolmoqchiman. Hey, ahmoq bo'lma, Grox seni axir o'ldiradi-ku. Yo'qale. Men bu o'yinda baribir yutaman. Xo'sh, ko'raylikchi bu yerda nimalar bor ekan. Bobo Murod, bu yerda 3 ta sivilizatsiya bor ekan. Xush kelibsiz janob, sizga yordamim kerak. Buyurtma berishdan oldin bola sotib olmaysizmi? Yo, nimalar deyapsan? Qanaqa bola? Aman janob, siz bizni qutqarib qoldingiz. Uzr bolalar, men sizlarni olib keta olmayman. Shu yerda qolishingiz kerak. Ajoyib bolalar ekan. Menga bu yer yoqmayapti. Balki muzqaymoq yersan. Men shokoladli muzqaymoq yeyishni xohlayman. Uzrlanadi bola, bizda shokoladli muzqaymoq yo'q. Menga farqi yo'q, topib berasan. Jinursin, ularda do'kon bor ekan. Bir sayr qilib chiqmasam bo'lmaydi. Yo'q, bu qanday nishon do'koni bo'ldi? Bir ko'rib chiqaylik. Yo'q, menga bu sivilizatsiya yoqmadi. Kiyimingni ustiga tushganmisan, nima balo? Hali bu aytgan gapingiz uchun javob beradi. Nima yo'q, biz hazillashgandik. Janob, sizdan bir narsa so'rasam manimi? Men bir necha kun oldin xotinim yo'qolib qolgandi. Uni ko'rmadingizmi? Men bu tasxarani xotiningni ko'rmadim. Bir daqiqa. Mana men xotiningni topdim, mana. Hoy, menga qara, seni ering deyapti. Hallanatey. Yaxshi, sen u yerga bormaganing ma'qul. Nega, nima uchun? Yo'q. Yaxshi, uni Grox bilan gaplashaman. Hoy, nima gap Grox? Yellanatey, men oldimga faqat oddiy aholilar kira oladi. Hoy, tumshug'imdan mana bu matohingni ol. Unday bo'lsa, sen ham oddiy aholi bo'lasan. Nima? Tushunmadim. Hop, bo'lanatey. Mana endi yo'qol bu yerda. Seni ko'rinishing menga yoqmayapti. Nima balo, men ustimda kulyapsanmi? Grox bizga ruxsat bersa, mayli biz ketsak. Men senga gapirishga hali ruxsat berganim yo'q. Meni gapirishga haqqim bor. Senlar tiling chiqibdi. Mana endi men ham oddiy aholiman. Mayli, boshqa sivilizatsiyani ham ko'zdan kechirib chiqamiz. Qani ko'raylikchi. Nima bo'laydi bu? Bu nima balo quryapti? Hoy, yoshni menga sadaqa qilib keta olmaysanmi? Yo'qali. Tushunmadi, u nega cherakka tushib qo'ygan? Marhamat, tanishib qo'ying, bu Jumoy. Hoy, Jumoy, nima ishlar qalay? Salom, qurbaqajon. Hey, nimalar? Bu men ko'rgan eng to'pol sivilizatsiya edi. Boshqasiga o'tamiz. Tushunursan, bu yerda ham o'zini mashinasida yurar ekan. U aql bovar qilmaydi. Voy, qadayotcha seni menimcha puling ham bo'lmasa kerak. Nima, meni pulim qo'limni zarrasidan ham ko'p. Mana shuncha bormi? Tushunursan, menimcha bu yer boylar sivilizatsiyasi bo'lsa kerak. Bu yerda ko'proq bo'lishingiz kerak. Qani muzeyga kiraylikchi. Bu yerda eng qadayotchasi men bo'lsam kerak. Hoy, sizlarga kirish taqiqlanadi. Menga mana buni turqi yoqmayapti. Jinursin, la'nati bola, halolay yarog'ingni tushirib qo'y. Uzr otajon. Hoy bola, bu yerda to'polon qilma. Jinursin, mana bu nusxa bu yerda nima qilyapti? Va nihoyat o'z otamni topdi. Bu nusxa sening otangmi? Men biroz yo'lda o'tishga qo'rqyapman. Menga yordam berasanmi? Bu yerda bitta ham mashina yo'q-ku. Rahmat senga qurbaqajon. Men tayyorman. Men orollarimning ko'rinishi ajoyib, lekin mana bu tugma orqali bu orollarni yo'q qilishim mumkin. Lekin biz bunday qilmaymiz, to'g'rimi? Xo'sh, men bu orolda zerikayapman. Xo'sh, nima qilsam ekan? Demak, bir ikkita jitillarni o'ldirib chiqamiz. Menda reja bor. Hoy, qurbaqajon, sen muzlik orolida bellashasan. Tushunmadim, nega aynan men? Men har bir oroldan 50 tadan aholi olib kelganman. Parkur sivilizatsiyasida belashasizlar. Agar g'olib bo'lsangiz, o'z orolingizda ozod yashaysizlar. Qolganlar esa menga umrbod qul bo'ladi. Nima kutib turibsiz? 3 2 1 boshladik. Kinarsa, olg'a. Qoyil, men birinchi bo'lib ketyapman. Hoy, bizmiyalar, bu yerda nima qilib turibsiz? Tez bu yo'lni bo'shating. Voy, meni jamoam eng rasvo javob. Voy, shunday qilsa ham bo'ladimi? Unday bo'lsa hamma yo'limdan qoch. Meni oyim qayerda edi? Yo'q, men endi oxirgi bo'lib ketyapman. Iltimos, menga yordam bering. Hey, u yerga qanday ish qolding? Savol berishni bas qilib menga yordam ber. Hey, bu yerda nima bo'lyapti? Grox janoblar, iltimos menga yordam bering. Grox foydasi yo'q, uni otib tashla. Foyda bersang, men seni qutqaraman. Bir kun cho'lda o'libdi. Bu kichkina yo'lni shakarchi nima qilyapti? Hoy, tezroq bu yoqqa kel. Nega sen parkur qilmayapsan? Hoy, la'natda, qani yo'qolib yerdan. Yo'q, bana kichkintoy oldinda ketmoqda, u g'olib bo'ladi. Men g'olib bo'laman. Hech kim joydan qimillamasin. Agar kimdir qimillasa, otib tashlayman. Men sezib turibman, kimdir qimillayapti. Qurbaqajon, men senga $100,000 bersam, joyingdan qimilla olasanmi? Uzr oshna, adashding. Mayli. Tushunmadim, nima deding? Qimillama, men senga zo'r narsa ko'rsataman. Voy, nima qilyapsan? Ana endi to'shni o'lasan. Grox janoblari meni o'ldiradi. Hoy, hozir kim quroldan otdi? Grox mana bu oldimdagi turgan quroldan otdi va oyog'ini ko'tarib o'ynadi. Abadiga qurbaqajon aytdim, men hech nima qilganim yo'q. Mayli, men seni kechirdim. Bo'ldi, o'yinni boshlasak ham bo'ladi. 1 2 3 olg'a.
Jino'sa, men g'olib bo'lishim kerak va men g'olibman. Yey la'nati. Bugun 5-kun, biz esa mag'lub bo'ldik. Mana bu la'nati mendan qanday qilib o'tib ketdi? Mana endi biz Groxga qul bo'ldik. Muzlik orolining aholisi butunligiga qul bo'ldi. Mana bu orolning aholisi esa har doimgidek yaxshi yashamoqda. Jino'sa, nega aynan Zumrad yig'ish uchun mana shu yerda quldek ishlash kerak? Vaqtim kelmoqda. Bo'ldi, men zumradlarni boshqa yo'l bilan topaman. Quloq soling ahmoqlar, hamma zumradlarni menga keltirib bersin. Ajoyib. Mana shunday davom etavering. Men quldek ishlashni xohlamayman. Abba, bundan keyin hech kim zumradlarni qurbaqajonga bermasin. Jazo sifatida hamma narsalaringni menga berasan. Esing joyidami? Men axir bu yerda mehnat qilyapman. Menimcha u meni tushunmadi va tushunishni ham xohlamayapti. Mana ol hammasini. Xo'sh, mehnat qilishga to'g'ri kelmoqda. Yo'q, men baribir ishlamayman. Bola yo'qoldi. Iltimos, uni topishga yordam bering. Zumradli golem? Tomosha qilaylikchi. Hoş gelipsiz canım. Ben bu golemni Zumraddan yasadim va men bu golemni... O'zingni o'chir, menga shunchaki zumrad kerak. Tushunmadim. Bor yo'g'i bugun 64 ta zumrad topshirish kerak ekan. Xo'sh, ish kuni tugadi. Endi mana shu zumradlarni bu yerga topshirish kerak. Jino'rsan, u yerda Grox shuncha nima qilyapti? Agar yetarlicha zumrad to'planmasa, otib tashlaysiz. Qanaqa qara zumradlaringni bu yerga topishga? Og'zingga qarab gapir, to'rtko'z. Men o'zim bilaman seni nima deb chaqirishni tasqara. Qoyil, meni birinchi kunim ham bu qishloqda o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, mana endi ko'ramiz 6-kunda nimalar boshlanar ekan. Bugun ham quldek ishlash kerak. Jino'rsan, bugun 2000 ta zumrad topshirilar ekan. Buncha zumradni qayerdan olaman? Axir men to'plab qo'ygan zumradlarim bor-ku. Tushunmadim, nega sen la'nati mening zumradlarimni yoqib bording? La'nati, men hozir Minecraftdan chiqib uyingga borib tilingga somon tiqaman. La'nati, meni kutmaganmiding? Zumrad topishni boshqa yo'lni izlash kerak. Menga qaralaring. Bugundan boshlab menga qul bo'lasizlar. Har biringiz menga 500 tadan zumrad olib kelinglar. Qani bo'la qoling. Menimcha ular olib kelmasa kerak. Yaxshi. Sizlar bilan ishlash ancha maroqli ekan. Ana endi zumradlarni to'rtko'zga berishim kerak. Men bir narsaga hayron qolyapman. Sen buni qanday uddalayapsan? Mana 3-kun ham shu yerdaman. Qani ko'raylikchi nimalar o'zgaribdi. Xo'sh, bitta brilliant va siz butunligiga ozod bo'lasiz. Nima, shunchaki bittami? Men zudlik bilan bu brilliantni topishim kerak. Men olmasini topdim. Endi meni oilam mendan faxrlanadi. Adashding, turmushbek. Men olmasini topdim, endi men qul emasman. Abbo, sizlarga nima kerak? Olmasmi chichvorani xom sanabsanlar. Hoy, tasqara, ko'p gapirmasdan menga olma. Hoy, o'zlaringizni bosing, men baribir bermayman. Qullik jonimga deydi, qani? Hoy, o'zlaringizni bosing, menga urush kerak emas. Nimalar bo'lyapti? Endirmay nima qilmoqchisan? Senga olmos kerakmi? Meni o'sha qilib bo'l. Men yana qulman. Men o'sha Endirmanga ko'rsatib qo'yaman. Men o'zimga burger sotib olaman. Xarid qilishdan oldin bola sotib olmaysizmi? Albatta sotib olaman. Bitta zumrad sening joningni xatarga solishi mumkin edi. Xo'sh, tasqara zumrad olib keldingmi? Olib keldim. Bugungi kun juda ham og'ir bo'ldi. Men bu haqida gapirib bermoqchi emasman. Eshitmoqchi ham emasman. Yo'qol berdim.